Har hayit yaqinlaringizga yaxshi sovg'a bera olmaganingizda xafa bo'lasizmi? Otangizga, onangizga, ayolingizga, farzandingizga. Qaniydi men ham xursand qila olsam deb pulingiz kamligi yoki yetmayotgani sizni ranjitadi. Aslida muammo pul topolmayotganimizda emas. Muammo rejasiz yashayotganimizda. Chunki katta pullar birdan kelmaydi. Ular kichkina intizomlardan yig'iladi. Masalan, kuniga 20 ming so'mdan chetga qo'ysangiz, bir yilda qariyb 7 million bo'ladi. Shunchaki har kuni orzu qilmasdan, bahonasiz, intizom bilan. Yoki umraga borishni xohlaysizmi? Kuniga 40 ming so'mdan yig'ing, bir yilda 12 milliondan oshadi. Qarabsizki, hozir faqat orzu bo'lib turgan narsa keyingi yil hayotingizga aylanishi mumkin. Ko'pchilik pulim ko'payganda yig'aman deydi. Aslida esa inson avval yig'ishni o'rganadi, keyin puli ko'payadi. Pul esa uyda shunchaki yotmasligi kerak, chunki bo'sh yotgan pul doim ishlab ketadi. Uni ishonchli joyda jamg'arish va ko'paytirish kerak. Shu sabab men o'zim ham pullarimni Imanumda jamg'araman. Hozir qariyb 90 million so'm investitsiya qilib bo'lganman. Chunki Imanum shariat talablariga mos, islom moliyasi tamoyillari asosida ishlaydigan halol yechim. Eng muhimi esa pulingiz shunchaki turmaydi. O'sib boradi. Kichik summalardan boshlang. Muhimi hozir boshlash. Chunki kelajak birdan o'zgarmaydi. U har kuni qilgan kichik qarorlaringiz bilan quriladi.